Xo'sh, siz 18 yoshdasiz yoki uy bekasisiz yoki dekretdan chiqqansiz. Masalan, nima bilan shug'ullanishni yoki qanaqangi hobbi, kasb egasi bo'lishi bilmayapsiz. Demak, siz albatta bu podkastni ko'rishingiz. Mana masalan, bugungi mehmonimiz bizning offline kursimizning o'quvchisi Iroda. Boshida bizga shunchaki o'quvchi sifatida kelib, o'zlari noldan boshlab qo'l bezagini o'rgandilar va asta-sekin tajriba orttirganlardan keyin o'zlarining bizneslariga asos soldilar. Iroda, bu bosqichda qanaqa bo'lganini ozgina bizga aytib bera olasizmi? O'zi nima maqsadda bizning kursimizga kelib o'qidingiz va voqealar qanaqa rivojlanib ketdi? Assalomu alaykum, Anarpa. Alaykum assalom. O'zi aslida men dizaynerskiy sohaga yoshligimdan juda ham qiziqqanman. Institutga kirgan yilim bo'lgan o'sha yili. Qaysi universitetda o'qigansiz? Tekstil institutini trikotaj dizaynida o'qiganman. Bitta o'rtog'im Instagramga rasm mana qo'l ishlarini qo'ydi, rosa qiziqdim de. Shu orqali sizlarni topganman, o'sha o'rtog'im orqali. Kuzatganman, ishlaringiz juda ham yoqqan. Institutda budjetda o'qiganman, stipendiyamni yig'ib, 3 ta stipendiyamni mana shunaqa yiqqanman. Deложиться qilganman. Mana shu kursga juda ham qiziqqanim orqasidan. Iroda, siz bizga o'qishga kelganingizda hali studentmidingiz? O'qishda o'qirmidingiz? Ha, 4-kurs bosqichida edim. Diplom ishlar bilan yurgan paytim bo'lgan. O'sha oy iyun oylari edi. Diplom ishlarimni qilib yozda edi. Diplom ishimni chetga surib bo'lsa ham, shunda shu kursda o'qiyman deb astoydil kirishganman. Keyin bizga ishga qolgan edingiz. O'zimiz asosiy maqsadimiz shu bo'lgan. O'zimizni kursimizda o'qigan o'quvchilarimizni biz ishga olib qolamiz deb maqsad bo'lgan. Chunki biz boshida kurs ochayotganimizda Turon Fashion Factory tashkil topganida bu orqali biznes qilish yoki pul ishlash, bu bezak kursidan daromad topish maqsadimiz bo'lmagan. Asosiy maqsadimiz Turon Couture uchun yaxshi, o'zimiz xohlaganimizdek, biz xohlagan stilda, biz xohlagan sifatda chiroyli bezak tikadigan kadrlarni olib qolish bo'lgan ishga. Mana shu maqsadda ochilgan kurs. Keyin talablarga qarab bizda onlayn so'rashdi, juda ham mana offline birinchi, ikkinchi potoklarimizni ishlarini, natijalarini ko'rib, o'quvchilarning qilayotgan ishlarini ko'rib juda ham odamlar nima deydi, ilhomlanib ketishdi, vdохновение bo'lib ketdi, ularga motivatsiya berdi va shuni ketidan biz yana dalish va dalish ijod qilib, har xil yo'nalishlarda kurslar ochdik, onlayn kurslar ochdik, offline kurslar ochdik, davom etib ketdik. Xullas, mana shunaqangi o'zimizda ishda qolgan kadrlarimizdan bittasi mana Iroda. Sizlarda o'qib, уже tugatganimdan keyin turmushga chiqdim avgust oyida. 2 oy kursni bitirganimdan keyin 2 oy pauzadan keyin sizlarga yozdim Instagram orqali. Ishchi kerak emasmi? Sizlarda o'qiganman dedim. O'shanda keling, bitta ko'raylik deyishdi. O'shanda keldim va ishimni tikib ko'rsatdim. Mayli qoling, ishga qaysi vaqtlarda kela olasiz deb so'rashdi. Yangi kelinman, uyga baribir osh-ovqat qilish kerak, boshqa qilish kerak. Yangi ro'zg'or. 3 kun qilib, ish kunini 3 kun qilib to'g'irlab berishdi. Masalan, haftada moslashuvchan grafik bo'lganda, to'g'ri. Haftada 3 marta ishga kelsam, 3 kun uyda uy ishlarimni qila olardim. Shu orqali mana shu sohaga juda chuqur kirib ketdim. O'zi bizda kursga kelgan qizlarni ko'pini baxti ochilib ketib qoladi. Kursdan keyin ozginadan keyin yoki kurs davomida o'qiyotgan payti to'y bo'lib ketib qoladi. Haqiqatan qanaqadir Turon shunaqa hammani baxtini ochaveradi deb kulishadi qizlarimiz, hazillashdi. Tikuvchilarimiz ham, ishchilarimiz ham bilishadi. O'zining kiyimlariga sarf etgan edi. U bizda o'qiyotgan edi, hali fotiha bo'lmagan, turmushga chiqmagan qiz edi. Keyin fotihasi bo'lib, o'sha diplom ishi uchun o'zining kiyimini bezatdi-da. Shu darajada tezlashib ketgan, to'y tezlashib ketgan qizlarimiz ham ko'p bo'lgan, o'quvchilarimiz ham. Men shu kursni o'qib bo'lganimdan keyin men ham to'yim bo'ldi. O'zimni sarpamni bezatdim men ham. O'zingizga kiyimlar qildingiz? Tikuvchi tikib berdi, ukrasheniyasini, bezaklarini hammasini o'zim qildim. Baribir odam o'zini kiyadigan kiyimlarini o'zi qilsa boshqacha ощущение bo'ladi, boshqacha faxr bo'ladi. Bilmayman, men ham o'zim qilgan kiyimlarim, bezaklarimni maza qilib kiyaman qanaqadir. Sizda ham shunaqami? Menda ham shunaqa bo'lgan va birinchi marta ishga kelganimda menga kichkina ishdan boshlashgan, nimcha berishgan. O'shani bezatganman. Endi birinchi marta kim uchundir qilib beryapman va u orqasidan pul olaman. Bezatganman, yoqadi. Ko'rsangiz hozir o'sha ishimni hozir ko'rsam yoqmaydi. Chunki уже professionalni anaqa qilganman, lekin o'sha paytda hamma butun qarindoshlarimga, ota-onamga, даже qaynona-qaynatam, bu tarafdagi hamma qarindoshlarga ko'rsatib maqtanchim. Shunaqa bo'ladi, to'g'ri. Hozir o'quvchilarimiz ham yozishadi, onlayndagi o'quvchilar ham, "Voy ustoz, men mana buni qildim, hamma ko'rib hayratlandi, shunaqa xursand bo'ldim." Masalan, ota-onamga yoki xo'jayinimga maqtandim. Haqiqatan aytganingizdek, u birovga qilib berasizmi, o'zingiz qilib berasizmi yoki pul ishlaysizmi uni ketidan hozirgacha men har bitta tugatgan bezaklarimdan zavq olaman. Bitirib, chiroyliga qarab, mahliyo bo'lib, qarab, termilib, ularni rasmga, videoga olib, u egasiga topshirguncha men maza qilaman qilgan ishimni. Bizning kasbimizning yana bitta yaxshi tarafi, faqatgina siz ishlab pul topmaysiz, estetik zavq olasiz, maza qilasiz qilgan ishingizdan. Shu taraflama ham bu kasbga bog'lanib qolganman. Ha, to'g'ri aytasiz. Odam ishlagani sari o'ziga ishonchi ortar ekan. Mana shu 4 yil davomida Turonda ishlagan bo'lsam, o'zimda ishonchim ortdi. Chunki onam
dizayner sohasini qilmagin, senga qiyin bo'ladi deb qo'rqitganlari uchun o'zimda hali unchalik unaqa bo'lmagan, ishonch bo'lmagan, men eplay olaman degan. Lekin men shu muhitda o'zimni o'stirganim sababli tikuvchilarni ko'rdim, ukrashenyachilarni, hammani gap so'zlarini eshitib, mana shu biznesimga asos solishga turtki bo'ldi. Ayniqsa Fazdapamni bitta gaplari men uchun juda ham katta turtki bo'lgan. Biza mana shu Turan Couture'ga asos solishimizdan oldin $500 bilan boshlaganmiz deb aytganlar. O'sha gaplari rosa qulog'im oldida aylanurgan. Keyin mana shu Turonda ishlash orqali mana pul yig'ganman-da. Sekin-sekin masalan bitta oyligimdan bitta narsasini olib shu brendga asos soldim. Молодец. Motivatsiya olgan ekansiz-da. O'sha turtki vaqtida berilganda, o'sha turtki belgini odam o'sha ishoratni qabul qila oladi bir xil odam. O'sha motivatsiyaning orqasidan keta oladi yoki o'sha maqsad orqasidan keta oladi. Ba'zan qo'rqadi. Hammaning ham qo'lidan kelmaydi u narsa. Siz shuni qo'lingizdan kelib shu darajada bajardingiz, o'zingiz brendingizga asos soldingiz. Bu ancha narsa bu. Mana shu to'g'ri aytasiz. Mana shu 4 yil davomida Fazdapam va siz shunchalik ishonch berib, siz qila olasiz, eplay olasiz deb katta kaftanlarni, ayniqsa birinchi marta eng katta qilgan ishim Turkiyaga sajibni katta kaftan tikkanmiz. Ideya berganman, bu hammaga juda ham ma'qul kelgan. Yangi anaqa topgan edingiz, to'g'ri, ukrashenyasi bo'yicha. O'sha hammaga ma'qul kelgan va o'shani qilganman. Uyda ham hammaga qaynonam olib chiqib, qaranglar bu qilyapti deb ko'rsatganlar. Uyingizdagilar ham qaynotangiz, xo'jayingizlar ham sizni to'liq qo'llab-quvvatlashganda, to'g'rimi? Qarshilik qilishmagan. Mana aytasiz-ku, ojonimlar, qaynonamlar juda ham meni yaxshi ko'rardilar, chiqib mehmonlarga olib chiqib ko'rsatib, qilyapti, ko'p aytib berardingiz. Yangi kelin paytingiz rosa voy, men ishlarimni o'zlari ham yaxshi ko'radilar-da, ya'ni hayratlanib, qanaqa bar chiroyli narsa-ku, ayol kishimiz baribir yaxshi ko'ramiz bunaqa chiroyli narsani. Maqtanadilar, mehmonlarga ko'rsatadilar, faxrlanib maqtanadilar dedingiz-da. Ha, albatta. Juda ham ko'p ko'rsatganlar, o'sha ularni shunchalik ishonib shunaqa qila olyapti meni kelinim deganlari men uchun kuch bo'lgan. Onamlarga ham shu narsalarni ko'rsatganimdan keyin ishonganlar men eplab keta olishimga, yana olib keta olishimga, hammasiga ishonib, sani qo'lingdan keladi deb aytganlar. Qani endi Iroda ishlaringizni ko'ramiz, mana kuzatuvchilarimizga ham ishlaringizni ko'rsatib maqtaninglar. Endi shunaqa chiroyli narsalar chiqibdi. Menga ham masalasi yo'qdi. Ishlar mana shu brendga asos solganimdan keyin birinchi marta internetga narsalar joylab уже yurg'izganimdan so'ng birinchi marta Amerikadan zakaz bo'ldi. Yaqinda kelinimizni kaftanlarini tikib berdim. O'zlari xohlagan naqasini qilib berdim. Juda ham yoqdi va do'ppi kursida o'qigan edim. O'sha do'ppi kursidan birinchi marta ro'molli do'ppini tikib qildim. U ham juda ham yoqdi va menga shu turtki bo'ldi. Meni boshladim, juda ko'p tikuvchilar, juda ko'p ukrashenyachilar deganman o'zi, lekin hammani karvon ko'p, rizqi bo'lak deganlari rost ekan. O'zim kim hozir kim ham qiziqardi deganman, lekin shu Amerikadan birinchi marta zakaz olganim odam boshqacha xursand bo'ladi. Juda ham xursand bo'lganman. To'g'ri, katta foyda qilmadim. Meni ham shu chetdan turib odamlar ishimga qiziqib zakaz qilgani, ishonch bilan zakaz qilgani odamga motivatsiya berar ekan. Undan keyin ketma-ket zakazlar bo'lib ketdi. Hozir ham bitta kelinimizni katta sarpo to'plamlarini tikyapmiz. Bu o'sha головной убор, o'sha kelinimizning anaqa sarpolaridan. Bular ham kelinga sarpomi? To'liq komplekt ekan, juda ham chiroyli chiqibdi. Qani, yana bu yoqdagi ishlaringizni ham ko'raylik. Уже brend darajasida hamma narsani mana korobkalari bilan, o'zini brendoviy paketlari, upakovkalari bilan qilibsiz. Молодец. Menga shu Turonda ishlaganim katta turtki bo'lgan. Qanaqa upakovka qilib, qanaqa qilib chiqazib berish, o'sha klient bilan muomalani, detallarigacha e'tibor berish kerak-da. Albatta, biznesda bu muhim narsa. Sarpoga chiroyli narsalar. Asosan shu nimcha, baza ko'yni va kaftan qilaman deb biznesda mana shunaqa narsalarni ko'p qilaman deb niyat qilgan edim. Shuning uchun juda ham turli nimchalarimiz juda ko'p. Mana o'zi qo'l bezagi ochib beradi-da. Bu oddiy, mana bezaksiz holatda qanaqa narxini 2x ga, 3x ga oshirib beradi qo'l bezagi bilan, qo'l mehnati. O'zim o'quvchi chiqazdim, xuddi Turon Fashion Factory'ga o'xshab, o'zim shogirdlar tayyorladim va o'shalarni ular hali maktab o'quvchisi, 10-sinf, 11-sinf qizlar. Uy bekasalari ham bormi orasida? Ha, uy bekasi bor va eri ko'chaga chiqarmaydiganlari ham bor. Eri masalan ishlashini xohlamaydi. O'zi xohlab uyda o'tirib tikib mahallada olib chiqib beradi. Mahallaga eri chiqazadi, ish
ish bo'yicha qayergadir borib ishlab kelishini xohlash. Aynan biz kursimizni ochganimizdan keyingi mana maqsadimiz shu bo'lgan. Mana uydan turib ayollar, uydan turib ham o'zini mustaqil daromadiga ega bo'lishlari, o'ziga ozgina baribir odam moliyaviy erkinlikka erishgandan keyin baribir ishonch boshqacha bo'ladi-ku, o'ziga ishonchi bo'lishi, faqat dekret, uy ro'zg'or bolalar bilan o'ralashib qolmasdan ayollar ham sal jamiyatda o'zini o'rni, o'zini hobbisi, yaxshi ko'radigan bir dam oladigan burchagi bo'lishi kerakligi keyingi o'sha g'oyalarimizga aylangan bizani. Boshida maqsad boshqacha boshlangan, keyin bizani o'quvchilarimizdan, xotin-qizlarimizni talablaridan kelib chiqib, o'sha mana shu yo'nalishga kelib qolganmiz. Haqiqatdan aytganingizdek, mana siz o'qib turib, o'sha o'zingizni brendingizni ochishdan tashqari mana yana o'sha o'quvchi chiqaryaptilar. To'g'ri aytasiz. O'zim ham shu Fashion Factory'da o'qiganimdan keyin to'yim bo'ldi. To'ydan keyin 1 yildan keyin farzandli bo'ldim. O'sha vaqt davomida ham ishladim uydan turib ishladim, narsalarni dastavkadan chiqarib berib qilardim. Farzandim 3 oylik bo'lgandan keyin uyda juda zerikishni boshladi. Va telefon qildim. Fazod opa, ishga borsam, ish bormi menga deb telefon qilganimda Fazod opam aytdilar, "Ha, keling. Siz bizda oldin ham ishlagansiz, bilasiz" dedilar. Juda ham xursand bo'ldim va keldim. O'shanda bolam 3 oylik, xo'jayinim eshik tagida bolamni ushlab o'tirardilar. Men narsalarni olib ketardim, uyda tikib tashirdim. Mana shunaqa qilsam bo'ladimi, bunaqa qilsam bo'ladimi deb tanlirdik. O'shani qilindirdilar va shunaqa qilib ishlaganman. Shanba kuni kelishini juda ko'p kutganman. Shanba kuni xo'jayinim ishlamaydilar. O'zlari olib kelib ketadi bola. Chunki hafta davomida baribir zerikasiz, ishga borsangiz, sal kelasiz, qizlar bilan gaplashib, o'zingizni sevimli ishingizni qilasiz, chalg'iysiz baribir. To'g'ri. Odam faqat bitta rutinadan charchaydi. U ayolmi, erkakmi? Shuning uchun hurmatli ayollar, har doim siz qaysi kasb egasi bo'lishingizdan tashqari, siz dekretda o'tirasizmi, 18 yoshli qizmisiz, o'quvchimisiz, studentmisiz, ahamiyati yo'q. O'zingizni sevimli kasbingiz bo'lsin, sevimli hobbingiz bo'lsin va o'zingizni sevimli burchagingiz bo'lsin. Siz ana o'sha bir hobbini qilganingizda yoki bir ishni qilganingizda dam olib, hamma narsani unutadigan, maza qiladigan va qo'shimchasiga bundan daromad topadigan bo'lsangiz, uni nur ustiga a'lo nur bo'ladi menimcha. O'zingiz uchun bu naqa rag'batlantirish bo'ladi. To'g'ri. Dam olishdan tashqari hobbingizni ketidan pul kelib tursa qanday yaxshi sizga, to'g'rimi? Молодец, Iroda, ishlaringizga omad tilaymiz. Bundan keyin ham bundan ham shunaqangi biznesingiz rivojlanib, gullab yashnab ketishini tilaymiz va o'quvchilaringiz ham yana ham ko'payib, safi xudo xolasa mana xuddi Turon Couture'dagi brend darajasiga ko'tarilishingizni tilab qolamiz. Rahmat bugungi iliq suhbatingiz uchun, kelib bizga vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Aytgancha, qo'l bezakka qiziquvchilar uchun Turon Fashion Factory'dan bonus dars. Biz sizga havola qoldiramiz. Mana shu havola link orqali bonus darsimizni ko'rib, bajarib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu dars umuman qo'l bezagiga qiziquvchilar va qo'l bezagidan umuman xabar bo'lmagan qizlarimiz uchun ham mos bo'ladi. Albatta video darsligimizni ko'rib, sinab ko'ring. Bitta fikrim bor, bildirsam maylimi? Albatta, ayting. Pullimi, bepul darslik bo'ladimi? Albatta Turon Fashion Factory'ni darslarini o'zingizda sinab ko'ring. Iroda, kursimizni tavsiya qilasizmi boshqalarga ham? Ha, albatta. 100% emas, 1000% tavsiya qilaman. Shuni orqasidan daromadga chiqdim, shuni orqasidan o'zimga bo'lgan ishonchim ortdi, shuni orqasidan odamlar bilan tanishdim va shuni orqasidan o'z biznesimni ochdim. Men bilan ham rosa chiroyli chiqibdi brendingizni. Anaqasini, ideyasini kim berdi? Bitta opam berdilar. Shu yo'nalishda qiziqib ishlab, kurslar o'qib yurgan edilar. Men o'zimni shunaqa brendimni ochmoqchiman, nima tavsiya berasiz dedilar. Bir hafta davomida izlandik. Даже Sharq ismini ham o'yladik, chunki Abduhalik Bay Iroda demoqchi edik. Nega aynan Sharq Bay Iroda bo'ldi unda? Sharqonalik, milliylik, o'zimizga xos, ham kelinlarni sarpasini tikkanim uchun baribir milliylik ufurib tursin degan. To'g'ri. Lekin chiroyli anaqa nom topibsiz brend. O'shanga xos qarab turdim. Nega aynan Sharq deb ayolimga savol keldi.